Bo'pti, yaxshi o'tiringlar. Tinchlikmi, nimaga kayfiyatingiz yo'q? Bitta narsa o'yladim. Alohida chiqib ketmasak bo'lmaydi. Ukamni ham ishlari yaxshi emas. Sharoitlari yo'q hozir chiqib ketishga. Ha, to'g'ri aytasiz. Qara, akendan pul so'rab tursak bo'lmaydimi? Meni ham ozgina yiqqan terganlarim bor edi. Mayli, so'rab ko'raman. Bo'pti, yaxshi o'tir. Mayli, yaxshi aytdim. Yaxshi o'tiribsizmi? Sinadi demang. Rahmat. Aka, Singlim kelibdi-yu. Keling, yaxshi keldingizmi? rahmat, yaxshi o'tiribsizlarmi? Yaxshi keldingmi singlim? Pochcham yaxshilarmi? Nima kayfiyating yo'q, tinchlikmi? Yo'q, hammasi yaxshi. Nimadir muammo bormi? Aytavering singlim. Aytsam noqulay bo'lmasin deb aytmayotgandim. Aytaver singlim, qo'limdan kelsa bemalol. Shu agar puldan yaxshi bo'lsangiz qarz so'rab kelgandim. Singlim, to'g'risi pul yo'q emas, bor. Faqat bizneslarimga tikib qo'ygandim-da. Siz so'ragan pulni beramiz. Oling choydan. Beramiz-a? Voy, rostdan Singlim, o'tirib tur, men hozir yurginsan. bekor so'radim-da, ish qilib urishib ketishmasa bo'ldi. Undan ko'ra keta qolay. Pochchi, singlim, sizlarni kech bo'lganda bezovta qildim. Ijoz va Oromgoh hamkorligida qurilgan 9 qavatli o'qituvchi xonadonlarimizdan birini siz aytganingizdek Mirzoqul va Husnuraxonga rasmiylashtirib qo'ydik. Ya rahmat aka, joningiz sog' bo'lsin. Singlim, bugun uyga kelganingda noto'g'ri tushunib ketib qolibsan. Yordam bersangiz nima qilibdi? Axir jigaringiz-ku. Voy jinnivoy, yordam bermayman demayapman, yordam bermoqchiman, unga uy sovg'a qilmoqchiman. Ijoz va Oromgoh hamkorligida hozir yangi uylar qurilayotgan. Sharoitlar juda ham zo'r. Yurundan ko'ra birga xursand qilamiz. Ketdik. Voy, qani? Ketib qolibdilar. Noto'g'ri tushungan shekilli. Mayli. Aslida senga sovg'am bor edi. Pochcha, bu uy 2 xonali sizlarga. Voy, rahmat aka. Qarang, bizning ham uyimiz bor-a. Boringizga shukr aka. Qiz bolaga otasidan keyingi g'ururi, mehriboni, suyanchig'i akasi bo'lar ekan. Aka singli uchun borini baxshida qiladi. Uni yoshlikdan erkalab, mehr berib, qo'lidan nima kelsa ilinib katta qiladi. Singilchalik mehribon bormi aka uchun? Singillari yo'qlar